mana hozir atirini buni birinchi marta olyapman. Oldin aytib o'tganimdek, Mamba spreysini atiridan sepganman. Maza qilib sepganman. Endi bir xil hid meni o'zimni lichna jonimga tegadi tez. O'shaning uchun Mamba yengicha atiridan olib ko'rdim. Idishlari rosa chiroyli. Vau, hidini. Hidichi anaqaga o'xshaydi. Rozovый Versace bor-ku, kristal. O'shani hidiga o'xshaydi. Vashshi zo'r ekan hidi. Dahshat ekan hidi lekin qizlar. Men profillarni qoldiraman, chunki har doim nima ishlatsam, qayerdan oldingiz, qayerdan olgansiz deb so'raysizlar. Ko'p men unaqa Instagram profillardan olmayman. O'shaning uchun olganlarimni sizlar uchun qoldiryapman. Keyin bularda ishlasanglar ham bo'ladi. Qanaqaligini keyingi storiesda aytaman. Xalq tilida aytadigan bo'lsak, zagarniy kremimiz, ya'ni SPF 50 gradusgacha issiq zararli tarafidan yuzimizni himoya qilib beradi. Undan tashqari qishda, sovuqda, chaynash, shamolda yuzimizni zashita qilib beradi. Tez qarishini oldini olib turadi yuzimiz.